Hammaga assalomu alaykum. Juda voqealarga boy kun bo'ldi. O'zi biz Andijonda bo'lishimiz kerak edi hozir. Bir necha kun oldin kanalimda ham yozgandim. Ikkinchi turda Andijon o'zining dastlabki uy o'yinini o'tkazib, Nasafni qabul qildi. Ochilish marosimi, qolaversa Kubok egasiga qarshi chempion, katta o'yin. Afsuski, o'sha translyatsiya texnikasi bilan bog'liq muammo yuzaga keldi. Ya'ni o'sha joyidan sharhlash imkoniyati bo'lmaganligi sababli qoldik, bora olmadik. Afsus. O'yin ham qiziqarli bo'libdi, 1-1 hisobida tugabdi. Va qolganga yarasha o'sha futbol markazi Telegram kanali sharhlashga taklif qildi. Manchester City Brighton. Juda qiziqarli o'yin bo'ldi, kurashlarga boy, murosasiz, zich qo'polliklari bilan va mana shu uchrashuvda Brighton haqiqatdan, lekin tan olish kerak, yutqazishga loyiq emasdi. Gap faqat Abduqodirning avtogolida emas. Aynan Brighton o'zi ko'p hujum qildi. Ikkinchi taym boshlanishida esingizda bo'lsa 10 daqiqadan keyin hujumlar soni ikkinchi taymning o'zida 5-1 edi. Va shunga qarab ketayotgandi. Va o'sha standart paytida ham bu Abduqodirning zonasi emasdi. U bordi o'sha yerga qutqaraman deb oyog'iga to'p tegib ketdi xolos. Umumiy kartinada Abduqodir deylik Cityning boshqa futbolchilariga nisbatan yomon o'ynamadi. Balki yaxshiroq o'ynagan joylari ham bo'ldi. Endi mayli, 3 oy ichida Husanov APLda shunaqa ko'p voqealarni boshdan kechirdi. O'sha startdagi xatosidan keyin tiklanish, o'yinning yaxshi futbolchisiga aylanishi, gol ham urdi. Muxlislarning yoqimtoy futbolchisiga ham aylandi. Mana endi avtogol, sinov, keyin muvaffaqiyat. Endi hayot shunaqa, ba'zida qoqiladi, ba'zida esa ko'tariladi. Bu yog'iga faqat ko'tariladi deb umid qilamiz. Menimcha yomon fikr bo'lmaydi Gvardiolada ham bu uchrashuvdan keyin. Endi FIFA kunlari boshlanadi. Husanov va boshqa barcha legionerlarimiz va Superligadagi futbolchilar terma jamoa yig'iniga kelib qo'shilishadi. Yaxshiyamki jarohat yo'q. Eng muhimi shu. Biz uchun hal qiluvchi bosqich, ya'ni hal qiluvchi bosqichning eng muhim o'yinlari boshlanyapti. Assalomu alaykum. Abduqodir Husanov Manchester City'ga o'tganda butun O'zbekiston, Markaziy Osiyo bizni xursandchiligimizga qo'shildi. O'zbekiston xursand bo'ldi. Markaziy Osiyo xursand bo'ldi. Va Rossiya publiklarida ikki xil munosabatni ko'rdik. Kimdir xursandchiligimizga sherik bo'ldi, kimdir maqtadi, kimdir hayron bo'ldi, lekin kulganlar ham bo'ldi. Bu edi. Ishton yo'q degan gap bor. O'zida bir tuzukroq o'yinchisi yo'q. Tan kuladi. Bugun shuncha payt ichida yig'ilib turgani Husanov bilan chakagini o'chirib kelayotgandi, ovozini o'chirib. Bugun zo'r o'ynadi Husanov. Avtogolda ham uning aybi yo'q, lekin shuncha payt bular sabr qilib kelayotgani ma'lum bo'ldi. Boshlandi. Из-за avtogola Husanova потерял очки, виноват Husanov ba'zi publiklarda de.